Salam dostlar, qanday olanlar yaxshimi? Men necha vaqtdan beri kazzab, mekkar, xumsa aldamchilarni juvozchi deb atab kelgandim. Nimishqa desanglar, endi bular moy sotadi emasmi? Moy sotadiganlarni, moy ishlab chiqaradiganlarni juvozchi deymiz emasmi? Ya'ni tarixdan beri ajdodlarimiz aqliy farosatiga tayanib, har xil o'simliklarni juvoz orqali siqib chiqarib, meni chiqarib, bizga sovuq qilib azriqga kelyotidi-ku. Endi bu mashinani juvoz deymiz, shu kasb bilan shug'ullanganlarni juvozchi deymiz. Endi mushlarniki aql farosati bilan, amgiki bilan ishlab chiqargan mush mahsulotlarni biz iste'mol qilamiz-ku. Ammo ma'u aldamchi qo'ymachilarning ya ishlab chiqarish iqtidori yo'q, ya bilimi yo'q, ya aqli yo'q, ya insofi yo'q, yoki odamiylik yo'q bu maxluqlarni o'sha ajdodlarimizga belki nom bilan atsak, o'sha ajdodlarimizga yuz kelinmaydigan his qildim. Ularga haqorat qilgandek his qildim. Meni kechiringlar ko'pchilik. Meni kechiringlar. Bu makkarlarni ularga o'xshatish ashla qilingan haqorat. Endi ularning qilmish atmishlarini necha vaqtdan beri ko'ryapmiz-ku to'rsasida. Rakni, o'smini, qandazlayotganlarni, saqaydi yutadiganligini bu meniki. Akşamda debdebelik ilan teşvikatlarını gördüğümüz. İnsanlığı bağlıkken ben bir filmimde bularninki vakalatçılarınki her bir video çıkarsa ben bir istimalçı ona da payda kıldı, onda payda kıldı degenini görüyordunuz mu? Şunalda bir ayalninki av hocayınninki elik mekkarninki İnkas rayonuna ben bir istimalçı ben bularning hamma mahsulotlarini iste'mol qilaman. Men bularning mahsulotlari intay yaxshi, foydali degan uchurni ko'rgandik-ku. Shuningdek, anadagi buningki bir mushlarning vakolatchisi ekanligini, hamda bir to'pda qilgan gaplarini o'zining bir to'pining borligini, necha to'pining borligini sharhlagandim. Shu chaqda men bir o'yin o'ynagan. Nima o'yin desanglar, bosh sirtiga diqqat qilinglar dedim. Ismini og'zimga olmadim-ku shu chaqda. Anadagi tunagan Vachchıdılan bu. İhtiyaç tüpeyledin, baş sırtımını almıştırdın dedi. Baş sırtımını almıştırgan bilen, ben ismini gibi kılmadım, tek ismini özgertmedi. Mani göre bekanlı. Xonban sal az etib qoldim, yani ikki top bo'lgankin, ikki topga atgankin, men bekchiq etib o'tay desam, undaq bekchiq foydasi qolmagankin, maymodaning chiq etib bo'lamay qoldim. To'g'ri tushunib ma topdiki tuqqanlar men bosh suratni almashtiryaptim, ehtiyoj tufaylidan yana topamay qolmanglar, mush film yo'llayotgan men shu. Kördün mü? Yani baş sırtını özgertti bu. Hem de ma gapni anlasa, ismini o'rnasa o. Ma gapni anlasa, hem de dadis qo'yib qo'ygan, doniltib qo'ygan ismini o'zgartirishi mumkin buniki. Pul tepish uchun mana mushunda razil baslarni dadisdan tenishi mumkin, anasidan tenishi mumkin. İsmini o'zgartirdi degan gap, tanli degan gap-ku. Yani Şununla, moşunda adamlarınki, Abdübeşir'sinki yalğancılığını yepiş için, kazzaplıqını yepiş için, mekkarlıqını yepiş için, xumsılıqını yepiş için her xil vasıtlarını qo'llanib atqanligini o'z ko'zimizdan ko'ryapmiz. Hatta bular so'zlagan chaqda omega 3, yamasan, oshun taraq so'zliklarni ishlatib ketib bordi. Yodlab olgan, ko'rib olgan. Bu uyda o'tirgan xotinlar nedim biladi shu tarkiblarning ashunda xususiyat borligini yodlab olsalam boshqalarga tashviq qiladigan narsa emas. Bu uyangdagi ishlayotgan tuzning tarkibini dapaqa deyalamsa bular hechim bilmaydi. Faqat yodlab olgan daplar chiqyotdi. Hatto ba'zilar texi kitaptan aldı koyulup, ma ozuqshunos manda degan ma kitapni o'qib beray. O'qigan chaqda poq yeganmidi? Endi kitap o'qiydigan bo'lib ketibsan-ku, ajab ozuqshunos bo'lib ketibsan-ku. Xalqni qinnish uchun har nima bo'layotsan-ku. Ozuqshunosmi bo'layotsan, mutafakkur, faylasufmi bo'layotsan. Voy, endi bularni so'zlab ketishning hojati yo'q-ku. Ayni vaqtda o'qigan chaqda o'qimay Hem de xalqning jilikinish uchun, qiyinish uchun, hem de bilimli bo'lib ketib boramizlar kitobni oldiganlar tiziblar.
Ey bicharalar, ey bicharalar. Endi bularninki hozir to'ptirib qaraydigan bo'lsanglar, voy chekinmay turinglar. Mushada o'tirib berganinglar bizga nisbatan bir xo'shallik. Chekinmasanglar bo'ldi. Olmasanglar olmanglar. Shu to'ptirdi, endidor to'ptirdi. Mushunchilik bichara yalvuryotdi. Anadagi bularninki mahsulotlarda yong'inlar hozir turkumlab biz bilan aloqalashyotdi. Anadagi o'zlari video ishlab chiqaradi. Tunigan bir cho'ng'atmiz video ishlab chiqaribdi. Ishlab chiqarib o'zining 5 bosqich iste'mol qilganligini, hech qanday manfaat ko'rmaganligini so'zlab chiqsa, ostiga miyada bir galdami qiri og'zimni buzmay pasandadan birsi mayinkasini yozib qo'yib ko'rdingmi? Mush inkasdan nima deymiz degan chog'da bularninki shu saqiyib ketdim deganlarga pul yurdiganligini o'zi oshkorlabdi. Mushumi tafakkursizligi bularning uchun. O'zining abdibashirini o'zi oshkorlabdi. Biz birasdan pul elib, manda bir pul tepatgan bo'lsaqda, mana manda qilpa deb haq pul bersak, biz hech kimdan pul olmaymiz, tapovat qilmaymiz bu yo'l orqali. G'ajilig'uchilar manfaat berib buni so'ziltibdi. Manfaat berib so'zlatish salla bilan kessin. Shu ahmoq ikki to'rtal pul uchun vijdonni, g'ururini, odamiyligini setib, qarindoshlarininki ziyonlanishiga sababchi bo'layotgan shu chuprandilar bilan kessin. Tushunishdingmi? La'nat sinandek ifloslarga. La'nat sinandek ifloslarga. Mana mushunda ish. Bular nima deymiz? Shunga ko'pchilik endi uyda o'tirgan galdam xotinlar, maktab o'qimagan, maktabning darvozasini qayoqqa qaraydiganligini bilmay o'tib ketgan mush xotinlarning kayni kirib o'zinglarga salomatlik, sog'lomlik izlayotgan shu ahmoq saran odamlarga hayronman. Hayronman. Aş bir mayni kesilimiga davo bo'ladi deb ishlayotgan odamlarga hayronman. Anadagi ma'vo har qaysi mushlar o'zlari video chiqarsa, mana anda payda qildi, mana anda payda qildi degan inkas rayonida yozayotganlarninki ismini chikiblar. Boshlardan chikibli ko'rib qo'yganlar. Hammasi vakolatchi. Mushu mana payda qildi deb video ishlayotganlarmi, meni kesilib saqib ketdi, ma kesilib saqib ketdi deganlarmi? Kichik kirsanglar, shuni vakolatchisi. Ajab, bu may shu vakolatchiliklarni payda qilib boshqa odamga nima ish payda qilmaydi? Bular payda qilayotgani 80 so'mlik mayni 280 so'mda setayotgan 200 so'm oraliqdagi 200 so'm payda qilyapti. Tushundingmi? Shu payda qilyapti bularning teniga. Shuning uchun iste'molchilar payda olmaganki bular payda qilmaydi. Hech qanday ta'sir ko'rsatmaydi. Ular ta'sir ko'rsatayotgan nima? 200 so'm pul. 500 gram 500 millilitr mayni 280 so'mga sotgandiki, payda olayotgan 200 so'm pul payda qilyapti bular. Shuning uchun shunda kapildab ish qo'shish kanishib chiqadi. Shunga mushlarning kayni kirayotgan, shu mushlar ya'ni agishayotgan o'tgan dedim-ku, bularni ahmoq deb kelgandim, sarang deyman dedim-ku. Oshlarning kayniga davomli agishayotgan saranglar, o'zinglar jon o'zinglarning, pul o'zinglarning tasmin sep beraveranglar. Axir bir kuni ko'rishlar. Bo'ldimi? Bo'ldi. Xo'sh.